agar siz pensiyani Xalq banki, O'zsanoat qurilish bank yoki Agrobank orqali olayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki pensiya pulining qachon tushishi, qaysi kartaga tushishi, bank almashtirish mumkin yoki mumkin emasligi, kartadan pul yechganda komissiya olinishi, eski karta yopilib qolishi, hatto pul vaqtida kelmasa kimga murojaat qilish kerakligi bo'yicha ko'pchilikda juda ko'p tushunmovchilik bor. Men bugun shu masalani oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato sabab pensiya puli bir necha kun ushlanib qolishi yoki odam bankma-bank yurib sarson bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot ota-onangiz, bobongiz, buyingiz yoki qo'shningizga ham kerak bo'lishi mumkin. Men pensiya oluvchilari bilan ishlaganda eng ko'p eshitadigan gapim shu. Oldin pulim doim shu bankdan tushardi. Endi nega boshqacha bo'lib qoldi? Xalq bankidan olardim. Endi boshqa bankka o'tkazsam bo'ladimi? Karta muddati tugabdi. Pensiyam qayerga tushadi? Naqd olsam bo'ladimi yoki majburiy kartagami? Mana shu savollar bejiz emas. Chunki avval ko'p hududlarda pensiya to'lovlari asosan muayyan banklar orqali berilar edi. Odamlar odatlanib qolgan. Kimdir Xalq banki bo'limiga boradi, kimdir Agrobank kartasidan yechadi. Kimdir O'zsanoat qurilish bank plastik kartasiga tushiradi. Hozir esa bank xizmatlari raqamlashtirilyapti. Kartalar ko'paydi, mobil ilovalar kengaydi, bankomatlar, Humo va Uzkart tizimlari orqali pul yechish imkoniyati kengaymoqda. Eng muhimi, fuqaroning o'z pulini olish usuli bo'yicha tanlov masalasi oldingidan ko'ra dolzarbroq bo'lib qoldi. Pensiya jamg'armasi pulni hisoblab beradi, to'lovni tashkil qiladi. Lekin amalda pul sizning bank hisob varag'ingizga yoki kartangizga tushadi. Demak, endi faqat pensiya tayinlandimi degan savol yetarli emas. Qaysi bank hisobiga tushyapti? Hisob faolmi? Karta muddati o'tmaganmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Bank rekvizitlari to'g'rimi? Men bankni almashtirmoqchi bo'lsam qanday ariza yozaman? Degan savollar ham juda muhim. Men bu videoda sizga vahima tarqatmoqchi emasman. Aksincha, kim xavotir olishi kerak? Kim tinch bo'lishi mumkin? Qaysi holatda bankka borish shart? Qaysi holatda pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak? Qaysi holatda esa masala oddiy kartani yangilash bilan hal bo'lishini aniq aytib beraman. Birinchi muhim masala, pensiya puli bankka sizning nomingizdagi hisob orqali keladi. Bu juda oddiy ko'rinadi. Lekin amalda ko'p muammo shundan chiqadi. Masalan, otaxon 2020-yilda Xalq bankidan karta olgan. Karta muddati 3 yil bo'lgan. 2024 yoki 2025 yilda karta muddati tugagan. Otaxon esa kartaga qaramagan, bankka bormagan. Pensiya jamg'armasi pulni ajratgan bo'lishi mumkin, lekin bank kartasi ishlamasa, puldan foydalanish qiyinlashadi. Pul yo'qolib ketmaydi, lekin odam pensiyam tushmadi deb o'ylaydi. Aslida esa hisob bor. Karta eskirgan yoki bloklangan bo'lishi mumkin. Ikkinchi masala, bankni almashtirishdagi. Misol uchun siz pensiya Agrobankdan olasiz, lekin uyingizga yaqin Xalq banki bankomati yo'q, Agrobank bo'limi uzoq, navbat ko'p. Yoki farzandingiz sizga boshqa bank kartasini ochib bergan, mobil ilovasi qulay, bankomat yaqin. Bunday holatda odamlar men majburiy shu bankdan olishim kerakmi deb so'raydi. Amaliy jihatdan pensiya oluvchi o'ziga qulay bank xizmatidan foydalanishni xohlashi tabiiy. Buning uchun odatda siz pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki belgilangan elektron xizmatlar orqali bank rekvizitini o'zgartirish bo'yicha murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Faqat bitta narsani eslab qoling. Bank kartangizni ochishning o'zi yetmaydi. Yangi kartani ochdingiz, lekin pensiya jamg'armasiga endi pensiyam mana shu hisobga tushsin deb ma'lumot bermasangiz, pul eski hisobga ketishda davom etishi mumkin. Uchinchi masala, kimlar albatta tekshirish kerak. Men birinchi navbatda quyidagi odamlarga e'tiborli bo'lishni maslahat beraman. Karta muddati tugashiga yaqin bo'lgan pensionerlar, oxirgi oyda pensiya odatdagidan kech tushganlar. Bankomatdan pul yechmoqchi bo'lganda karta amal qilmaydi. Hisob bloklangan. Mablag' yetarli emas degan yozuv chiqqanlar. Yaqinda familiyasi, pasporti yoki ID kartasi almashganlar, boshqa tumanga ko'chib o'tganlar. Pensiyani ishonchnoma orqali oladiganlar. Nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilar, ijtimoiy nafaqani karta orqali oladigan oilalar. Chunki bu holatlarda ma'lumotlar mos kelmasligi, bankdagi identifikatsiya yangilanmagan bo'lishi, ishonchnoma muddati tugashi yoki rekvizit o'zgarishi mumkin.
Keling, real hayotga yaqin misollarni tushuntiraman. Masalan, 18 yoshli opa har oy 1 million 2 ming so'm pensiya oladi. U pensiyani O'zsanoat qurilish bank kartasidan yechadi. Kartaning muddati iyun oyida tugagan, lekin opa buni sezmagan. Iyul oyida pensiya odatda 10 sanada tushardi. Bu safar mobil SMS kelmadi. Opa darrov pensiyani berishmayapti deb xavotir oladi. Aslida birinchi tekshiriladigan narsa karta muddati. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, bankka pasport yoki ID karta bilan borib yangi karta olish kerak. Ko'pincha hisob saqlanadi, faqat karta yangilanadi. Shundan keyin puldan foydalanish mumkin bo'ladi. Bu pensiya jamg'armasi pulni bermadi degani emas. Yana bir misol. 72 yoshli otaxon pensiyani Xalq bankidan oladi. U farzandining uyiga boshqa tumanga ko'chib o'tdi. Eski bank bo'limi esa 40 kilometr uzoqda. Har oy borish qiyin. Otaxon yaqin joydagi Agrobank yoki boshqa bankdan karta ochdi. Lekin pensiya hali ham eski bank hisobiga tushyapti. Nega? Chunki yangi karta ochilgan, ammo pensiya to'lovi uchun rekvizit rasman o'zgartirilmagan. Bunda otaxon pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, bank hisob varag'i rekvizitlarini yangilash kerak. Arizada FIH, pasport yoki ID ma'lumotlari, telefon raqami, eski bank nomi, yangi hisob yoki karta rekvizitlari ko'rsatiladi. Shundan keyin keyingi to'lov davridan boshlab pul yangi bankka yo'naltirilishi mumkin. Uchinchi misol, bir inson 9,1 ming so'm nogironlik pensiyasi oladi. U pulini Agrobank kartasidan yechadi. Bankomatdan 500 ming so'm yechmoqchi bo'ladi, lekin bankomat pul bermaydi. U pensiyam tushmabdi deb o'ylaydi. Aslida ba'zan bankomatda naqd pul bo'lmasligi, bankomat texnik xizmatda bo'lishi, karta chipi o'qilmasligi yoki limit masalasi bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi qadam balansni tekshirish. Balans SMS orqali, bank mobil ilovasi orqali, bank infokioski orqali yoki bank bo'limida tekshiriladi. Agar balansda pul bor bo'lsa, muammo pensiyada emas, bankomat yoki karta xizmatida bo'ladi. Agar balansda pul yo'q bo'lsa, keyingi qadam to'lov sanasi va pensiya jamg'armasi ma'lumotini tekshirish. 4-misol. Pensioner onaxon pensiyasini o'g'li orqali oladi. O'g'liga ishonchnoma bergan. Ishonchnoma muddati 1 yil edi. Muddat tugadi, lekin o'g'il yana bankka bordi. Bank pul bermadi, o'g'il xafa bo'ldi. Har oy berardi-ku. Nega endi bermayapti? Sababi oddiy. Bank qonuniy hujjatsiz boshqa odamga pensioner pulini bera olmaydi. Bu pensionerni himoya qilish uchun qilingan. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, notarius orqali yangilash yoki belgilangan tartibda yangi hujjat rasmiylashtirish kerak. Ayniqsa yoshi katta yotib qolgan, bankka bora olmaydigan pensionerlar oilasida bu masalaga oldindan tayyorgarlik ko'rish juda muhim. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz har oy pensiyani o'z vaqtida olayotgan bo'lsangiz, karta muddati hali bor bo'lsa, bank ilovangiz ishlasa, pasport ma'lumotlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, bankni almashtirish niyatingiz bo'lmasa, unda hozircha shoshilinch muammo yo'q. Lekin baribir men sizga kamida 3 narsani tekshirishni tavsiya qilaman. Kartaning amal qilish muddati, telefon raqamingiz bankda to'g'ri ulanganmi? Va pensiya tushadigan hisob aynan sizning nomingizdami? Chunki muammo paydo bo'lgandan keyin emas, oldindan tekshirish ancha oson. Endi eng ko'p adashtiradigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiya tushadigan sana hamma uchun bir xil bo'lmasligi mumkin. Kimdir oyning 5 sanasida oladi, kimdir 10 sanasida, kimdir 15 sanasida. Hudud to'lov grafigi, bankka ma'lumot uzatilishi, dam olish kunlari yoki bayramlar ta'sir qilishi mumkin. Masalan, pensiya odatda 10 sana tushadi, lekin 10 sana yakshanbaga to'g'ri kelsa, amalda 1-2 kun oldin yoki keyin ko'rinishi mumkin. Shuning uchun bir kun kechiksa ham darrov vahima qilish kerak emas. Ammo 3-4 ish kuni o'tib ham pul tushmasa, albatta tekshirish kerak. Ikkinchi nozik jihat. Bank kartasidagi pul bilan bank hisobidagi pul farq qilishi mumkin. Oddiy odam uchun bu bir xil ko'rinadi, lekin texnik jihatdan hisob va karta alohida bo'lishi mumkin. Karta yo'qolsa yoki muddati tugasa, hisobdagi pul yo'qolmaydi. Shunchaki sizga yangi karta chiqarish kerak bo'ladi. Shuning uchun kartam yo'qoldi, pensiyam ham ketdi deb qo'rqmang. Darhol bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklang. Keyin pasport yoki ID karta bilan bank bo'limiga boring. Yangi karta olingandan keyin mablag'dan foydalanish davom etadi. 3-nozik jihat. Boshqa odamning kartasiga pensiya tushirish masalasi. Ba'zi oilalarda farzandlar onamning pensiyasini mening kartamga o'tkazib qo'ysak bo'ladimi deb so'raydi.
Bu juda ehtiyotkorlik talab qiladigan masala. Pensiya pensionerning shaxsiy daromadi. Odatda to'lov pensionerning o'z nomidagi hisobga yo'naltiriladi. Boshqa odam nomidagi kartaga o'tkazish kelajakda nizoga olib kelishi mumkin. Masalan, aka-ukalar o'rtasida pensiya pulini kim oldi degan janjal chiqishi mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l pensionerning o'z nomiga karta bo'lsin. Agar u o'zi bora olmasa, ishonchnoma qonuniy rasmiylashtirilsin. 4-nozik jihat kredit, qarzdorlik va karta bloklanishi. Ba'zi pensionerlar bankdan kredit olgan bo'ladi. Pensiya o'sha bank kartasiga tushadi. Keyin odam pensiyam tushdi, lekin pul kamayib qolibdi deydi. Sabab kredit bo'yicha avtomatik yechim bo'lishi mumkin. Bu yerda shartnomani tekshirish kerak. Siz kredit olganingizda oylik to'lovni avtomatik yechishga rozilik bergan bo'lishingiz mumkin. Men har doim pensionerlarga maslahat beraman. Kredit olayotganda shartnomani o'qimasdan imzo qo'ymang. Ayniqsa pensiya kartasidan avtomatik yechim bo'lishi bandini tushunib oling. Agar sizning yagona daromadingiz pensiya bo'lsa, har oy qancha yechilishini oldindan bilishingiz shart. 5-nozik shart komissiya masalasi. Odamlar ko'p so'raydi. Pensiyamni kartadan yechsam bank komissiya oladimi? Bu savolga har doim bitta universal javob berish qiyin. Chunki bank turi, karta turi, bankomat qaysi, bankniki ekani, tariflar, to'lov tizimi farq qiladi. Odatda o'z bankingiz bankomatdan pul yechish qulayroq va arzonroq bo'lishi mumkin. Boshqa bankomatida esa tarif bo'lishi ehtimoli bor. Masalan, siz Agrobank kartasidan Agrobank bankomatida pul yechsangiz bir shart, boshqa bankomatida yechsangiz boshqa shart bo'lishi mumkin. Shuning uchun bankdan aniq so'rang. Mening pensiya kartamdan naqd pul yechishda komissiya bormi? Qaysi bankomatlarda bepul? Bir kunda qancha yecha olaman? Mana shu 3 ta savol sizni ortiqcha xarajatdan saqlaydi. 6-nozik jihat SMS xabarnoma va telefon raqami. Ko'p pensionerlar kartani olgan paytda farzandining telefon raqamini ulatadi. Keyin farzand boshqa raqamga o'tadi yoki chet elga ketadi. Pensiya tushgan tushmagani haqida pensionerning o'zi bilmaydi. Ba'zan esa SMS boshqa odamga boradi. Bu xavfsizlik nuqtai nazaridan ham yaxshi emas. Men tavsiya qilaman, bankka borib kartaga ulangan telefon raqamini tekshiring. Agar pensioner oddiy telefon ishlatsa ham SMS olish uchun o'z raqami ulangan bo'lsin. Agar mobil ilova farzand telefonda bo'lsa, baribir pensioner roziligi bilan ochiq va halol yuritilishi kerak. 7-nozik jihat. Firibgarlik. Hozir eng xavfli masalalardan biri shu. Kimdir telefon qilib, sizning pensiya kartangiz yangilanadi, kodni ayting. Xalq bankidanmiz, SMS kodni ayting. Agrobank kartangiz bloklanadi, karta raqamini ayting. O'zsanoat qurilish bankdan bonus tushadi. Parolni yuboring desa, darhol suhbatni to'xtating. Bank xodimi hech qachon sizdan SMS kod, PIN kod, karta orqasidagi maxfiy raqamni so'ramaydi. Agar kimdir shuni so'rasa, u bank xodimi emas, firibgar. Ayniqsa pensionerlar ishonuvchan bo'lishadi. Bankdan telefon qilishyapti deb hamma ma'lumotni aytib yuborishadi. Bitta SMS kodni aytish orqali kartadagi 1 million so'm, 2 million so'm, hatto yig'ilgan bir necha oylik pul bir necha daqiqada yechib ketilishi mumkin. 8-nozik jihat, pensioner vafot etgan holat. Bu og'ir mavzu, lekin amaliyotda uchraydi. Agar pensioner vafot etsa, uning kartasidagi pul oxirgi oy pensiyasi meros masalasi qonuniy tartibda hal qilinadi. Qarindoshlar karta PIN kodini bilib, pulni yechib olishga shoshilmasligi kerak. Chunki keyin ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish meros hujjatlari dafn puli. Boshqa to'lovlar bo'yicha savollar tug'iladi. Bunday holatda pensiya jamg'armasi bo'limiga va bankka murojaat qilish kerak. Hujjat sifatida o'lim haqidagi guvohnoma, merosxo'rlik hujjatlari, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, kartangizni qo'lingizga oling va amal qilish muddatini tekshiring. Odatda kartada oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, 0-25 yozilgan bo'lsa, karta 2025 yil avgust oyigacha amal qiladi. Agar muddat tugashiga 2 oy qolgan bo'lsa, bank oldindan boring. Xalq banki, O'zsanoat qurilish bank yoki Agrobankning sizga yaqin bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta oling. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, ishonchnoma masalasini oldindan hal qiling. Ikkinchi qadam, pensiya qaysi hisobga tushayotganini aniqlang. Buning uchun bankdan hisob varaq rekvizitini so'rashingiz mumkin. Rekvizitda bank nomi, filial, hisob raqami, MXO yoki boshqa bank kodi ko'rsatiladi.
Agar siz bankni almashtirmoqchi bo'lsangiz, yangi bankdan ham rekvizit oling. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki mavjud elektron xizmatlar orqali murojaat qiling. Arizada aniq yozing. Mening pensiya to'lovlarimni falon bankdagi falon hisob varag'imga o'tkazib berishingizni so'rayman. Arizada telefon raqamingizni ham yozing. Chunki xodimlar ma'lumotni aniqlashtirish uchun bog'lanishi mumkin. 3-qadam. Banka quyidagi savollarni bering. Mening kartam pensiya to'lovlari uchun faolmi? Karta muddati qachongacha? Naqd pul yechishda komissiya bormi? Qaysi bankomatlardan komissiyasi yoki kam xarajat bilan yechsam bo'ladi? Bir kunlik yechish limiti qancha? SMS xabarnoma ulanganmi? Telefon raqamim to'g'rimi? Agar karta yo'qolsa, qaysi raqamga qo'ng'iroq qilaman? Mana shu savollar oddiy ko'rinadi, lekin ko'p muammolarning oldini oladi. 4-qadam. Pensiya jamg'armasidan to'lov holatini tekshiring. Agar pensiya odatdagi sanadan ancha kechiksa, bankka borib faqat pul tushmadi deyish yetarli emas. Bank sizga hisobga pul kelgan-kelmaganini ko'radi. Agar bank hisobiga pul kelmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilasiz. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni bank rekvizitlari, oxirgi to'lovlar haqida ma'lumotni oling. Murojaatda falon oy uchun pensiya to'lovim hisobimga kelmadi. Sababini tekshirib berishingizni so'rayman deb yozing. 5-qadam. Hujjatlaringizni yangilang. Pasportingiz ID kartaga almashgan bo'lsa, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, bank va pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar mos bo'lishi kerak. Masalan, bankda eski pasport raqamingiz turibdi, pensiya jamg'armasida yangi ID karta ma'lumoti. Ba'zan bunday farq identifikatsiya jarayonida qo'shimcha tekshiruvga sabab bo'ladi. Bu pulingiz yo'qoladi degani emas, lekin vaqt ketadi. Shuning uchun o'zgarish bo'lishi bilan ma'lumotlarni yangilab qo'ying. 6-qadam. Yaqinlaringiz bilan xavfsizlik qoidalarini kelishib oling. Agar oilada yoshi katta pensioner bo'lsa, unga alohida tushuntiring. Hech kimga SMS kod aytilmaydi, PIN kod aytilmaydi, karta rasmi yuborilmaydi. Telefon qilgan odamga pasport ma'lumoti o'qib berilmaydi. Agar bankdanman desa ham, men o'zim bank bo'limiga borib aniqlayman deyish kerak. Farzandlar ota-onasini qo'rqitmasdan xotirjam tushuntirsin. Firibgarlar aynan shoshiltiradi. Hozir aytmasangiz karta yopiladi. Hozir kod bermasangiz pensiya qaytib ketadi deydi. Haqiqiy bank bunday qo'rqitmaydi. 7-qadam. Agar pensioner yotib qolgan bo'lsa, oldindan reja qiling. Bankka borolmaydigan insonlar uchun ishonchnoma, uyga xizmat, ijtimoiy xizmatlar, mahalla yoki mas'ul tashkilotlar orqali yordam masalalari hududga qarab farq qilishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l. Avval bankka telefon qiling yoki yaqin filialga borib vaziyatni tushuntiring. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limidan maslahat oling. Hujjatlarni oxirgi kunga qoldirmang. Ishonchnoma muddati tugamasidan 10-15 kun oldin harakat qilsangiz, pensiya to'lovida uzilish bo'lmaydi. 8-qadam. Barcha chek va hujjatlarni saqlang. Kartani yangilaganingizda berilgan shartnoma, bank rekviziti, ariza nusxasi, murojaat raqami, SMS xabarlar, bankdan olingan ma'lumotnomalarni tashlab yubormang. Masalan, siz bankni almashtirish uchun ariza berdingiz, lekin keyingi oy pul eski bankka tushdi. Shunda sizda ariza nusxasi bo'lsa, qachon topshirganingizni ko'rsatib, masalani tezroq hal qilasiz. Hujjat bo'lmasa, gap og'zaki bo'lib qoladi. 9-qadam. Pensiya kelgan kuni hammasini naqd yechib olish shart emasligini tushuning. Albatta, ko'pchilik naqd pulni xotirjamroq ko'radi. Lekin kartada saqlash ham qulay bo'lishi mumkin. Dorixonada to'lash, kommunal to'lov qilish, telefon to'lash, do'konda xarid qilish. Faqat xavfsizlikni biling. Karta PIN kodini qog'ozga yozib, kartaning yonida saqlamang. PIN kodni 1121, 1234 tug'ilgan yil kabi oson raqamlardan qo'ymang. Agar do'konda to'lov qilayotgan bo'lsangiz, PIN kodni boshqalarga ko'rsatmay tering. 10-qadam. Muammo bo'lsa, to'g'ri joyga murojaat qiling. Agar karta ishlamasa, bankka murojaat qilasiz. Agar bankomat pul bermasa, bankka murojaat qilasiz. Agar hisobga pensiya kelmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilasiz. Agar sizdan SMS kod so'rab pulingizni yechib ketishgan bo'lsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklaysiz va ichki ishlar organlariga murojaat qilasiz. Agar kredit sabab pensiyadan pul yechilgan bo'lsa, kredit shartnomasini ko'tarib bankka borasiz. Har bir muammoning manzili boshqa. Shuni bilsangiz, vaqt yutqazmaysiz.
Demak, agar siz pensiyani Xalq banki, O'zsanoat qurilish bank yoki Agrobank orqali olayotgan bo'lsangiz, eng muhim narsa shuki, kartangiz faol bo'lsin, muddati tugamagan bo'lsin. Telefon raqamingiz to'g'ri ulangan bo'lsin. Bank rekvizitlaringiz pensiya jamg'armasida to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsin. Bankni almashtirmoqchi bo'lsangiz, faqat yangi karta ochish yetarli emas. Pensiya to'lovi uchun rekvizitni rasmiy o'zgartirish kerak. Ishonchnoma, karta muddati, komissiya, kredit bo'yicha yechim, SMSS kodlar va firibgarlik masalalariga alohida ehtiyot bo'ling. Men sizga maslahat beraman. Bugun ota-onangiz yoki yaqin pensioner qarindoshingizning kartasini tekshirib qo'ying. Amal qilish muddati, bank nomi, SMS raqami, pul tushadigan hisob hammasini bir marta tartibga keltirsangiz, keyin har oy asabiylashmaysiz. Agar sizda shu mavzu bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi bankdan pensiya olasiz? Qanday muammoga duch kelgansiz? Pul kechikdimi? Karta almashdimi? Komissiya oldimi? Men izohlarni ko'rib, keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiya oladigan yaqinlaringizga yuboring. Bu oddiy ko'ringan ma'lumot kimnidir sarson bo'lishdan, kimnidir firibgarlardan, kimnidir pensiyasini vaqtida ola olmaslikdan asrab qolishi mumkin.